turibdi. Bu yerda bir opa, bu yerda bir opa. Kal boboni berib tugatib ketdi. Bu opa bo'lsa ho'kizni sotib tugatib ketdi. Ikkovi ham menimcha akamlar ham bor degan, bor. Oxirgi masala, oxirisi bo'lsin shu doktor bo'lsa debdi. Hozir nechta xotin berardim buncha pulga nechta xotin berardi debdi akamiz. Akam puxta ekan. Haligi hisoblab yurganda, haligi ho'kizlarning pulini hisoblab yurgan. Nimaga desangiz, bu opa ancha ko'p joyga davolangan ekan, ko'krakda mastopatiya, ya'ni bundan tashqari oldin ham aytganman, men qaysidir haligi videomizda ayollarda ko'krakda mastopatiya bo'lishi haqida gapirgan edik. Keyin bir ikkita professorlar qo'shtirnoq ichidagi "Voy doktor, o'qisang bo'lmaydimi?" debdi. Shunaqa deb yozgan ekan. Men aytdim, "Voy, rostdan men o'qimagan bo'lsam kerak" dedim-da. Keyin men faqat amaliyotda ko'raman. Ya'ni men hozir bu opalarni davolab ko'rdik. Ya'ni biz qur gapirmaymiz, faqat davolab ko'ramiz. Davolagandan keyin nima bo'lganini aytaman. Mana hozir bu opamizni, bu yerda ho'kizni sotib tugatgan opamiz, nima bo'lgan desangiz, ho'kizlar pullari ketgan. Nechta ho'kiz ketdi opa? 4 ta. Hozir o'rtacha 30 milliondan ho'kiz. 120 million bo'ldi. Bitta Cobalt puli ketibdi. Bitta Cobalt tugatibdi opa. Keyin akam aytdi, "Bor" debdi, "Qayerga borsang" debdi, keyin ketdi. Hozir bu opamizda kelgan paytda yuragi akamni ko'rmasa yutib qoladigan bo'lib qolgan ekan. Yuragida boshqacha urib qolibdi. Miylarda haligi chiroyli dog'lar turibdi. Jigarrang tog'lar. Yuzda ham ko'p edi? Kamaydimi keyin? Og'aribdi, oqaritgan ekan. Haligi shunday jigarrang toshma bo'ladi. Homiladorlik toshmasi deydi buni. Ko'pincha haligi homilador ayollar paytida, homiladorlik paytida shundan keyin qanday dog'lardan o'zingiz gapiring, opa, o'zingiz ayting. Nima shikoyatingiz? Men haligi faqat qo'shayotgan bo'lishi mumkin. Ayting. shu dalilani chiqqandan keyin qanday dog'lar qorayardi, lablarimda ko'karish bo'lardi, holsizlik. Umuman Ultrasni ko'rganmiz faqat? Fazliddin ola kelgan kuni men 190 ga olmishdim. Davleniyasi ham bo'lgan, keyin davleniya ko'tarilib yurgan. Hali homiladorlik paytida mana jigarrang toshma toshadi. Ayollarda ham toshadi. Ya'ni ko'pincha momolarimiz, momaka doktorlar aytadiki, bu homiladorlik dog'i deydi. Lekin ba'zi bitta erkaklarda ham toshadi. Erkak nima bo'lganini homilador bo'lmaydi desan, uni ayol homilador bo'lgan bo'ladi. Kelishdi? Ayolning homiladorligi bir erkakning yuziga chiqib ketayotgan bo'ladi. U oshqozon ichak pachaq chiqib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni oshqozon ichakdan ichkari doktorni o'ldirishib, mazasini qochirib qo'ygan bo'ladi. Yarim kasa ovqat yeysam ham mana shu yerimda u oshqozon ichak yarim kasa ovqatni qabul qilmay qolganda epigastral sohasi tiqilib, dimlanib, umuman ishtaha bo'lmas ekan. Ochlikda ham his qilinadi. Nega? O't qopi tiqilib qolsa shunday bo'ladi. Kimning o'ti dimlanib qolsa, kimning o'ti tiqilib qolsa, umuman quvvat yo'q, lanch bo'lib, bo'shashib, u yoqqa dumalaydi bir, bu yoqqa dumalaydi bir, ho'kizga qaraydi, xo'jayinga qaraydi, qaysi birini sotamiz deydi. Xo'jayin men kerakmi, ho'kiz kerakmi deydi. Xo'jayin bunda qaraydi, ho'kizni achinadi, lekin ayolning bolalari bor-da. Ho'kizni sotib yuborgan. Ana nima bor deysiz? Nevarasi bor ekan. Ana shuning uchun oxiri ayol qolsin debdi-da, oxiri ho'kizdan qutulib, lekin opani olib qolibdi. Lekin opadagi jarayonlar buyragim og'rimadi yo'qmi? Buyragim. Osmon tepaga qarab yotsam turib ola olmasdim. Qarang, men oldin ham aytganman. Ko'pincha ayollar beli shamollab ketadi, ichaklar shamollab ketadi, keyin buyraklar shamollaydi, keyin mastopatiya chiqib keladi. Bu opada ham shu sizdan bel og'rimadi opa? Bu opada ham bel og'rigan. Yana nima shikoyat bo'lgan? Oyoq, bel, jenskiyda shamollashlar, ichaklardagi shamollashlar ko'p bo'lgan. Ana shunaqa ayollarda mastopatiya chiqadi deb aytganmiz oldin bir videomizda. Turistlarga odam bunaqa xuddi shu videoda aytganimizni men davolab ko'rsatdik endi. Mana hozir ikkita odam davolanyapti. Bu opada bitta hali aytgandek ho'kiz sotgan opamiz, dollar yo'qotgan opamiz, kalbovadan voz kechgan opamiz. Ana shu ikkalasi davolanib, ikkalasi ham o'zgarish qancha bo'ldi opa? Qancha kasalingiz ketdi hozir? Masalan, ben şu tanadagi ham og'riq ketdi. Ko'krakdagi og'riq yaxlasam. Shuni ayting-da. Yaxlaganda qandaydir achishib og'riq beradi. Biz bilan mana qo'ltiq tomonga qarab bor. Bilan keyin mana Bu opa aytayaptiki, hozir sovuq qotgan vaqtimda shu chap tomon, o'ng tomon shunday kuraklarni qo'shib siqadi deyapti. Ko'krakni siqadi deyapti. Bunda limfa tugunlar, mushaklar shunday spazm beradi-da, spazm bergandan keyin limfa oqmay, attok oqmay qoladi-da, undan keyin tugunlar beradi, og'riqlar beradi. Buni ko'pincha mastopatiya deb odamlar tekshiradi. Toshkentga borganda nima deyishdiki? Toshkentga borganimda Toshkentda o'zim qildirishim kerak dedim. Mamolik aytdim, mamani shunday paypasa ko'rdida
Onkologiyaga boring. Aynan. Unga ham 4 yil bo'lyapti. Onkologiyaga boring degan ekan, Toshkentda borganda nimagaki, ular onkologiyaga yuboradi, keyin punksiya qiladi, keyin haligi vohama qo'shadi. O deydi, keyin opam o deydi, 2 kun kechasini uxlamaydi, keyin ho'kiz ham ketdi, boshqa ham ketdi, men ham ketar ekanman deb kechasini o'ylab chiqadi. Undan ko'ra bizga kelgan shuning uchun bunday foyda beribdi. Allohning fazlidan hammasi. Endi biz shuni hozir salsal siqib turibdi deyapti. Qachon siqar ekan? Sovsa siqar, yaxlasa, opa qachonki sovuq qotsa, o'sha paytda siqadi deyapti. Endi bu nima degani? Qachonki tanangiz yaxlasa, kasallik ko'payadi. Shuning uchun ba'zi bitta vrachlar issiqqa borma, issiqdan uzoq yur, haligi ovqat qilma, tandirga kirma deb issiqdan cheklab tashlaydi. Issiq lekin bularga zo'r foyda beradi. Men hali aytdim, oldin ham aytganman, kallangizga nobada sig'may qolsa, buni xato aytdi deb qo'yaverasiz, lekin shuni davolaymiz va zo'r foyda beradi, zo'r yaxshi foyda beradi. Demak, bir 70-80% tuzala oldingizmi? Ketib bitta shu joy qoldimi? Ha, buni beldan to'g'rilaymiz, hozir uni to'g'rilaymiz. Uni muammo yo'q. Ya'ni shuning uchun haliga kimdir o'zingizning yaqiningiz mastopatiya va har yerga chopib yotgan bo'lsa, bizda joy yo'g'i, boshdan aytib qo'ying. Haligi, ha, aytmadingiz, hammani chaqiryapsiz deydi. Men hech kimni chaqirganim yo'q. Sizni chaqirmadimmi? Siz chaqirmadingmi? Ha, bu chaqirmaganmiz. Faqat qiynalib yurmang, qiynalib har yerga chopib yurmang deb aytamiz. Ya'ni o'zingizning yaqiningiz, o'zingiz bor. Bu opa ham kimningdir onasi, kimningdir momasi-yu yoki bo'lmasam qizi yoki bo'lmasam xo'jayini ayoli. Opa ham yashashga haqqi bor. Ho'kizlarning lekin yashashga haqqi yo'q deb shuni sotib yuboribdi. O'zi qopdi opaning. Bu opa ham dollarli kalbobani jo'natganini opa ham yashashga haqqi bor. Qiynalish kerak emas bularga, bular sog'lom bo'lish kerak. Lekin biz shuni bilamiz, shu bilganimizni odamlarga aytamiz. Kelishdiki, qancha shikoyatlaringiz ketdi? Bel og'riq ketdimi? Bel og'riq kamaydi. Kamaydi, yana nima ketdi? Ichim og'riydi, faqat o'zidan. Ha? Ishlar yaxshi bo'ldi. Jenskiyda og'riqlar, ichaklarda og'riqlar bo'lgan ekan, bu opa qarang, bu opalarda birinchi ko'krak og'ridimi, birinchi ichak og'ridimi? Men faqat ikkovim bilan og'ridim. Ha, bu opada qarang, ichakda shamollash ko'p bo'lgan. Ya'ni jenskiyga, ya'ni ginekologlarga borsang, ular buni ko'krakda davolashga harakat qilishadi. Negaki ularning sohasi shu. Ya'ni biz bo'lsa ichkaridagi doktorni uyg'otamiz, bizning sohamiz shu. Biz opalarda ishoning ikkitasi ham shu organni davolaymiz deb davolamaganmiz. Biz ana sochi yo'q bobom bilan ho'kizga achinib davolaganmiz. Shunchaki ketsa ketibdi-da, biz ham to'g'ri davolaylik deb davolaganmizki, ikkovim tuzalib qolishdi. Ishoning muncha pul ketmaydi o'zi. 4 ta ho'kiz bilan $1000, $2000 kalbopa ketib qolmaydi. Mayli, shuni opa qancha sarflaysiz siz? 2 yillik Rossiyaning 2 yil davomida akamni Rossiyaga jo'natavergan, ha, xo'jayin jo'nating deyvergan, akam jo'natavergan. 2 yil davomida odamlar uyam qurib yuboradi, lekin bitta narsani tushunish kerak, shunda ham foyda ko'rmay qiynagan. Ya'ni siz noto'g'ri davolangandan keyin ishoning, to'g'ri davolanmaguningizcha uchun foyda yo'q. Xur sarson bo'lamiz, yuramiz, chopamiz, vaqtimiz ketadi. Pulimiz ketadi, vaqtimiz ketadi, jonimiz ketadi, yaqinlarimiz bizdan ko'ngli sovib qoladi, o'zimiz ko'nglimiz sovib qolamiz, o'zimizga o'zimiz yoqmay qolamiz, o'zimizga achinadigan tushkunlikka tushib, tuzalmas ekanman degan o'zimizga o'zimiz qaror qabul qilamiz. Tushunishingiz kerak, shunaqa qiynalayotgan odamlar xato yo'lda bo'lishi mumkin. Ya'ni xato yo'lda bo'lib turib, davolanish bo'lmaydi unda. Hozir yana opalarni ozgina inoq qilib yana organizmni qizdirtiramiz, boshqa yo'llarni aytamiz, unda to'liq tuzalish mumkin. To'liq tuzaladi. Bu kasalliklar to'liq tuzaladi. Faqat odamlar qo'rquvlarni, stresslarni yo'qotish kerak. Stresslarni yo'qotgan odamlar shuna qiladi. Qo'rquvni, stressni yo'qotishning eng asosiy yo'li birinchi shukronalikni keltirish. Ya'ni shukronalik degani qo'lingizga qarang, qo'lingiz 5 ta barmoq bormi? 5 ta barmoq borligiga shukr qiling. Ya'ni imkon darajasida nimangiz bo'lsa shunga shukr qilish kerak. Xo'jayin bormi? Kalbobani jo'natayotgan xo'jayinga shukr qiling. Ho'kizni sotgan xo'jayinga shukr qiling, opa. Kelishdi, shukr qilish kerak. Nega? Shular boriga shukrda. Qanchalik siz xursand bo'lsangiz shundan, ana shunda tana o'zidan endorfin chiqaradi. Ya'ni baxt gormoni deydi buni. Baxt gormoni o'sha dopaminlar degan narsa bor. Dopamin chiqargandan keyin opalar o'z-o'zi xursand bo'laveradi. Uni eng oson yo'li turmushga chiqishdan oldingi aniq qizigingizni eslaysiz. Akam bilan uchrashishni eslaysiz. Ha deb kulayverasiz. Akamning bu yog'iga ham aylanib telefon qilavering, bu yoqdan ham telefon qilavering. Kelishdi, analar jo'natib o'raverasiz xatlarni. Kelishdi. Akam faqatgina haligi ayolim dollar so'raydigan ayol deb o'ylamasin. Kelishdi. Ha, bu shunday gaplarim bo'lar ekan-ku deb o'ylasin. Kelishdi. Ha, ho'kizdan qutulib sizni topdim xo'jayin deyvering keyin siz ham. Kelishdi. Ya'ni xo'jayinga yaxshi gap gapirish kerak. Shunda ular ham xursand bo'ladi. Ayol qanchalik xo'jayinni tepaga ko'tarsa,
ko'rsatsa, maqtasa, xo'jayin ham "O" deydi. "O, biz ham ha ekanmiz-ku" deydi-da. Haliga bitta gap bor. Xo'jayinni sher desang, sherning ayoli bo'lasan deydi, qo'y desang, qo'yning ayoli bo'lasan deydi. Shuning uchun xo'jayinlarni maqtaymiz opa. Kelishdik. Savol yana. Tuzalib ketasizlar. Tuzalib ketasiz opa. Kelishdik. Mana Savol. shu yerga keldik. Ha. Masalan, Samarqandga 7 oy qatnadim-da. 7 oy? 7 oy qatnadim. Wow. Har oy bordingizmi? Har oy boraman. Har oy boraman. Dorim tugamay boraman. Bayağı masalan men bu yerga keldim. O'zim mana Fazliddinning oldidan ketmay davlina tushdi. 1 oyda. 1 oyda. 1 oy emas, 3 kunda tushdi. 3 kunda. 170. Qizlik davrimda davlinam qaytib. Yosharyapti, qizlik davringiz qaytyapti opa ana. Men shundan ko'tarilmadi. Masalan, haqiqatan odam masalan kutib o'tirdim-da, qachon tugaydi borsam. Chunki tavakkul Samarqandga qatnadim. Kiloman dorilar ichaman, 130 dan davlinam tushmasdi-da. Ha, oldin. Tushkunlikka tushib qolasizda, yaxshi bo'lishimga ham Ishonmasdan. Nima uchun men shuncha xarajat qilib yotibman, baribir foydasi yo'qdir degan. Shuncha ho'kizlar qayoqqa ketdi deb boshlangda, bu ho'kiz qayoqqa ketdi? Erim ham ko'nglidan ham, tilidan ham aytdi. Aytdimi? Yangi xotin olganimda to'yim ham o'tib ketar dedi. Aytmang, akam eshitib qolsa olib boradi. Ya'ni qarang bunaqada. Bu opa ham tuzalaman deb harakat qilganda, faqatgina u balki u yoqdagilardan anosi yo'qdir. Opa har oy Samarqand qattiq yo'lkira bor, borib kelish bor, xarajatlar boshqalar. Lekin bizga 1 oygina kelgan hali. 1 oyda 3 kunda tuzalib boshlabdi. Ha? 150 dollar, 200 dollar ketadi har bor. 200-700 dollar? 2. Tabiqal bor ketadi. Sochi yo'q bobodan ikkita deyapti. Mayli. 7 oyga o'ylayvering. 1700 dollar. Opa mayli. Ho'kiz ketsa ketibdi. Yaxshi, ho'kizni topib berdingku, tuzalib qolibsiz, siz qolibsiz mayli, yo'l ketsa ham. Bunaqa. Shuning uchun men hozir aytayapmanki, juda ko'pchilik odamlar tuzalmagandan keyin kechalar uyqulari qochib, o'ziga o'zi hukm o'qib qo'yishadi. Ha. Ertalab turganimdan keyin hech qanday ishga qo'lim bormasdi, lekin yurardim. Shu ota-onam yaqinda turib borardim, kelardim, kechqurun ovqatlangandan keyin qanday uyqu keladi. Shunda yotganingizdan keyin yarim piyola suv ichsangiz ham hazm bo'lmaydi, nafas qisadi, yurak kesilgandan keyin. Men shunday o'tirib chiqardim, oyog'imni ushlab chiqardim, tam atkinchi massaj. Uyqu yo'q. Uyqu yo'q. Ertasi kuni abidga ozroq uxlayman, yana kechasi uyqu yo'q. Qarang, shundan keyin bizda o'zgargandan keyin, undan kelgandan keyin ketdimidir? Voy nimaga aytmaysizmi? Nima ikki bo'ladimi? Shuni yostiqqa qo'yaman, xohlagan paytimda uxlayman. Ana. Uyqu ham kutib turgan ekanda bizga kelishini. Shunday kelganda qaytib kelib qolibdi. Oldin ketib borgan ekan, Samarqandga qolib ketganmi, qolib ketgan. Kechasi ham soat 9:30da dubash qilaman har kuni kechqurun. Shu dubashga issiqliklarni qo'yaman, shunday uyqu keladi. Ana. O'g'limga tayinlab qo'yaman. Men uxlaganimdan olib tashladim. Ana qarang. Shunday uxlayman. Opa, oldingi haligi 1 oyga oldingi hayot bilan hozirgi hayotning nima farqi bor opa? Ancha farq bor. Yerimni yaxshi ko'rib qoldim. Ana. Muhabbat xib bo'libdi, muhabbat xib paydo xib bo'lib qolibdi deydi. Haligi qoldim. Oldin shu davlinam chiqib mazam bo'lmagandan keyin turmushga bergan qizlarim bor-da. Shularga ham zahrimni sochardim-da. Hammaga urush. Urush qilardim. Qarang, hayot sifati o'zgaribdi-da. Opa aytayapti, qizlik davrimdagi hayotga qaytib qoldim deyapti. U yosharibdi opa. O'shaning uchun bizning davolash yoshartiradigan davolash deyman, yoshartiramiz. Ichingizdagi doktor uyg'onsa, xo'jayin ham chiroyli ko'rinib qoladi, o'zingiz ham chiroyli ko'rinib, opa oqarib boshlabdi. Oqarib yuzlari tiniqlashib bir bunday qilib qo'yapti. Ne desangiz, tiniqlashyapti. Bu opa ham menimcha xo'jayinga tiniqlashib boshlagan, o'zi opada ham o'zgarish bo'lgan. Bu tana o'zgaradi. Faqatgina uni nima qilish kerak? Ishlatish kerak. To'g'ri davolash kerak. Endi bu opa videoda ko'rsatmay deganda, agar bu shuni ko'rsatmoqchi edim, opa o'zi qanday o'zgarganini ko'rsin edi. Odamlar haligi doktorlar aytadiki, ba'zi odamlar hammani chaqiryapsiz, "Voy, barakat toping, siz qiynalmang" deb aytayapman. Qiynalib yurmang. Menga o'zi aslida sizni tavsiya qilgan qo'shnim tepada turadi, mastopatiya u ham, fibrozli mastopatiya degan, ikki ko'krakda ham tuguncha yo'q, lekin bezi bor. Ana shu qo'shnim shu sizni videolaringizni ko'rib, masalan, hozirgacha ham hali dorilarni tishga yo'q, keladi u ham. Ikkidan keyin keladi, eri Rossiyaga ketgan, o'g'lim kalbaband. Bizga o'xshab Samarqand Toshkent berma deyapti, shu Ermatovga ber deyapti. Ana shu sizning aytganlaringizni qilib, mana 2 oydan beri umuman non yemaydi. Hozir yaxshi, ko'kraklarda og'riq qoldi. Qorinlar yo'q. Ana. Yosharib yotibdi. Uyda turib, uyda davolanib yotgan ekan bir opamni qo'shib. Bordim, ketdim. Shu yerga kelishimdan 4 kun oldin Fazliddinga ham aytdim.
Yo'lda men qaytarib olish qo'shnim. Bormang dedi. Menga 1,5 million pulim ketdi, lekin foyda ko'rmadim dedi. Bir deyarli jo'yali gap aytmadi dedi. Qaytib keldim yo'ldan keyin. Ertasi bu yoqqa keldim. Tasdiqga aytdim hammasi. Yashin qarang, xursandman. Bittagina odamni hayotga qaytarish butun bir insoniyatni hayotga qaytarishda gap. Bu doktorimiz barakat topsin. Haliga hech joyimda og'riq sezmay qolgandimda. Undan 220 ga chiqib, butun qo'shnim, qarindoshlar kelib, o'zi rozilik so'rab, xayr. Qo'llarimda qolib, hamma Ketdi. Bitta o'g'lim bor, o'zi 3 ta qizim bor. 2 ta qizimni uzatganman. Shu o'g'limda o'yladimda, faqat mana shu o'g'limda bularga tayinlab, mana shu darajaga kelib qoldim. Bitta o'g'lingizni tayinladingiz opaga. Nimaga tayinladingiz? Qaranglar, men bo'ldi, Ketib qolamadi. Yo'q, ana qarang, u yashab yuribdi-ku opa. To'rtta degandan keyin ham tuzalmaganingizdan keyin nima deb o'ylashadi? Shu darajaga kelganimda men. Allohdan nimayli, Alloh taolo qaytardi. Ko'rdim, lekin ro'zadan 1 oy oldin umuman yemadim. 3 kilo vez tashladim. O'zgardimikin? O'zgardim. Faqat mag'ni sulfat ichdim. Aytganlarini shu videoda ko'rib, imber, kurkuma, qora sedana ichdim. Keyin zaytun yog'i degan ekansiz bir videoda shu zaytun yog'laridan qora sedananing yog'ini olib kelib ichdim. Qarang, siz bu yoqqa kelganingizcha ham o'zgardingizmi-kin? Ha, 3 oy mana shu siz aytganlaringiz qilib deb 3 kiloni 3,5 Ha, demak 1 oy oldin kelishingiz oldin 3 oy qilib yurgansiz. Qilib yurib o'zgardingiz. Keyin keldingiz. Yemay qoldim. Keyin keldingiz. Shu yurak urishlarim ancha yaxshi bo'lib qoldi-yu, Hozir bu opani men bitta narsani aytmoqchiman. Haliga ba'zi bitta odamlar ichki shifokor bormi o'zi yo'qmi deydi. Tirik guvoh, endi agar opani imkonim bo'lganda ko'rsatgan, men tirik guvoh ko'rsatarim ichki shifokor qanaqa uyg'otganini. Hatto ketaman, haliga o'g'limga sen qarab, men ketadiganga o'xshayapman degan opa mana hozir hayotda yashab yuribdi. Lekin yosh opa, yosh bo'lgancha hali ikkita qizini turmushga chiqqanman, hali yosh o'g'li bor ekan. Nimaga desa, hayotga organizm qaytarsa bo'ladi. Alloh taolo sababchi qiladi kimnidir. Faqatgina biz bekorga chiqarayotganimiz yo'q-ku, odamlar tushunishi kerak ichida doktori borligini. Ana doktorni o'ldirib, har kuni ovqat yeb yoki bo'lmasa noto'g'ri turmush tarzi kechirib, keyin o'ziga ham ishonmay tuzalmas ekanman deyotgan odamlarga shuni ko'rsatish kerak, aytish kerak. Bu opaga aytgan qo'shnisiga ham rahmat, qo'shnisi ham barakat topsin. Shu odamlar bir-biriga aytish uchun men video chiqarganman. Ya'ni odamlar qiynalib yurmasin. Mana qarang, hozir men ginekolog emasman, lekin organizmda ichkari doktorni uyg'otuvchi vrachmiz biz. Bizning sohamiz shunaqa. Ko'pchilik aytadi, doktor siz qanaqa vrachsiz? Men ichkaridagi doktorni uyg'otadigan vrachman. Uyg'otamiz, keyin u ginekologiymi, kardiologiymi, nevrolopatologmi, hammasi sekin-sekin chiqib ketadi. Opada shunaqa bo'lgan. Butun tana qaytadi orqa. Yoshartiruvchi ham soha bor ekan, endi bilmayman, endi haliga bilmayman, sohasi yo'q. Odamlar yoshartiruvchi vrachman men, to'g'rirog'ini aytsam, mana opa yoshayapti Allohning fazlidan. Yoshar degani qizlik davridagi narsalar qaytadi. Gormonlar to'g'ri bo'lib boshlaydi, yoki bo'lmasam davleniya joyiga tushadi, dog'lar ketadi, terilar silliqlashadi, oqaradi, yuzlar yosharadi, elastikligi qaytadi, mana ularning ajinlari ketadi, dog'lar qo'lning orqasidagi dog'lari ketadi, silliqlashib boshlaydi terilar. 70 yoshli momalarning dog'lari ketib, terilar silliqlashib yotadi. Opaga yoshingiz necha opa? 40 dan? Ha, yosh ekansan. Ha, yana hali yosh ekan, 50 ga yetmabdi opa. Hali yana yashash ko'p oldinda. Faqat bilib oling, o'rganib oling. Ya'ni biz qilayotgan narsani o'rganib olsa, opa to'liq biyo sog'lom bo'lib ketadi. O'zingiz ham, o'zingizga, yaqinlaringizga ham ehtiyot qilingizlar. Kelishdingmi opa? Voy, juda ko'p gapirib bordim. Sizlarga sog'lik, kuch-quvvat, salomat bo'lasizlar. Ya'ni odam hayotga qaytgandan keyin